Erkaklarda farzandsizlikka olib keladigan eng ko'p sabablardan biri nima ekanligini bilasizmi? Eng achinarlisi, ushbu kasallik yillar davomida hech qanday alomat bermaydi. Eng qizig'i, erkak kishi o'zini mutlaq sog'lom hisoblaydi. Lekin farzandsizlikka duch kelganda ushbu kasallik kelib chiqadi. Gap bugun aynan varikotseli kasalligi haqida ketadi. Bugun aynan sizlar bilan varikotseli haqida gaplashamiz. Varikotseli erkaklarning har 5 tasidan bittasida uchraydigan kasallik va bu aynan farzandsizlikka hamda erektil disfunksiya, ya'ni olat turmasligiga sabab bo'ladi. Varikotseli kasalligi o'zi nima? Varikotseli bu moyakning vena qon tomirlarining kengayishi hisoblanadi. Vena qon tomiri normada 2 mm gacha bo'lish kerak. Varikotselida esa bu ko'rsatkich 2 mm dan yuqori bo'ladi va vena qon tomirlari ichida klapanlar bo'ladi. Ya'ni bu klapan bir tomonga qonni haydaydi. Ya'ni qon o'tgandan keyin bekilib qoladi, ochiladi hamda yopiladi. Varikotselida esa ushbu klapanlar vena kengayishini hisobiga yaxshi ishlamaydi va o'z hisobida esa refluks kelib chiqadi. Ya'ni ushbu qon ortga qaytishi kelib chiqadi. Endi bemorlardan ko'p keladigan savollardan biri, nima sababdan chap tarafda varikotseli ko'proq uchraydi? Chunki ushbu vena qon tomirlar pochkani venasiga 90 gradusda tushadi va o'z navbatida pochkadan chiqayotgan qon davleniya bilan chiqadi. Va buni hisobiga moyakdan chiqadigan qon tomirlar ushbu davleniyaga bardosh bera olmay kengayishni boshlaydi. Shuni hisobiga ham chap tomonda varikotseli ko'proq uchraydi. Ya'ni o'ng tomonga qaraganda 3 barobar ko'p. Endi videoni asosiy joyiga yetib keldik. Ya'ni varikotseli qanday xavfi bor va qanday asoratlarga olib keladi? Varikotseli oldin aytib o'tganimizdek, bu moyakning vena qon tomirlari kengayishi hisoblanadi va bu qanday asoratlarga olib keladi? Oddiy til bilan aytganda, moyak bu zavod hisoblanadi. Ya'ni bunda urug' bilan testosteron ishlab chiqariladi. Xo'p, varikoz kengaygan qon tomirlar ko'payib ketsa, ya'ni varikotseli bo'lsa, moyak o'z ish faoliyati buziladi. Ya'ni moyakda harorat oshishni boshlaydi. Buni hisobiga esa ishlab chiqarilayotgan urug' hamda testosteronning sifati keskin pasayadi va urug'ning sonini ham tushiradi. Varikotseli yana qanday asoratlarga olib kelishi mumkin? Varikotseli bir necha yil davomida kuzatilayotgan bo'lsa, bu moyak hajmi kichrayishiga olib keladi va o'z navbatida moyak hajmi kichraysa, buni ichidan ishlab chiqarilayotgan urug'ni hamda testosteronni miqdori keskin tushib ketadi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, agarda sizda varikotseli kuzatilayotgan bo'lsa, albatta malakali urolog, androlog mutaxassisga ko'rinishni tavsiya beraman. Bundan tashqari, varikotseli og'riqli kechishi mumkin. Ya'ni moyak sohasida tortilib, simirlovchi og'riq kuzatilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida odamning yashash tarziga ta'sir qiladi. Ya'ni simirlovchi og'riq bo'lsa, odamning asabi buzilishni boshlaydi. O'zi varikotselining nechta darajasi bo'ladi va uyda aniqlashning iloji bormi, yo'qmi? Varikotselini uy sharoitida aniqlashning iloji bor. Faqat 3-darajasini. Chunki 1-darajada vena qon tomirlari ko'zga ham ko'rinmaydi, qo'l bilan ham paypaslab bo'lmaydi. 2-darajada esa ko'z bilan ko'rinmaydi, lekin qo'l bilan paypaslab aniqlasa bo'ladi. 3-darajada esa qo'l bilan hamda ko'z bilan aniqlasa bo'ladi. Ya'ni paypaslaganda ham, qaraganda ham aniqlasa bo'ladi. Chunki moyakni qaraganda moyak qon tomirlari xuddi uzum shingiliga o'xshab bo'rtib chiqib turadi. Shunda sizda varikotseli aniq borligini aniqlasa bo'ladi. Lekin varikotseli darajasini faqatgina moyaklarning ultratovush doplerografiyasi orqali aniqlanadi. Ya'ni vena qon tomirlari qanchaga kengaygan va buni ichida patologik refluks bormi yo'qmi, ya'ni ushbu qon ortga qaytyaptimi yo'qmi, faqatgina o'sha Doppler orqali aniqlasa bo'ladi. Yana bemorlardan ko'p beriladigan savollardan bittasi bu varikotseli aniqlansa, buni dori-darmon bilan davolashning iloji bormi? To'g'risini aytaman, hurmatli do'stlar, dori-darmon bilan varikotselini davolashning iloji yo'q. Chunki hech qaysi dori-darmon
kengaygan qon tomirlarini qayta o'z holiga qaytarmaydi. En oltin standart varikoselni davolash bo'yicha bu mikroxirurgik jarrohlik hisoblanadi. Ya'ni mikroskopda o'tkaziladigan varikoselektomiya amaliyoti. Ushbu amaliyot hozirgi kun tibbiyotda aytib o'tganimdek oltin standart hisoblanadi va albatta mikroskop ostida qilinishi kerak. Chunki agarda mikroskop ostida qilinmasa, bunda har xil asoratlar kuzatilishi mumkin. Mikroskopda qilinmagan varikoselektomiyada qaytalanish ehtimoli 30-40% hisoblanadi va eng achinarlisi moyak atrofida suv yig'ilish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Agarda mikroskopda qilinsa, ya'ni mikroxirurgik usulda qilinsa, ushbu asorati keskin kamayadi. Ya'ni qaytalanish ehtimoli maksimum 1-2% bo'ladi va moyak atrofida hech qanday suv yig'ilmaydi. Keyingi savollardan biri kimlarga operatsiya qilinish kerak va shart. Operatsiya qilish uchun bir necha o'zini ko'rsatmalari bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda kuchli og'riq bo'lsa yoki simirlovchi davomiy og'riq bo'lsa, shunda operatsiya qilinish shart va majbur. Ikkinchisi, USI dopplerografiyada reflux, ya'ni patologik qon orqaga qaytish aniqlansa, shunda ham operatsiya qilinishi shart. Uchinchisi, agarda sizda bir necha yil davomida bepushtlik kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni spermogramma topshirganingizda soni yaxshi, harakati yaxshi, lekin sifati past. Shunda ham agarda sizda varikoseli aniqlanayotgan bo'lsa, albatta buni operatsiya qilib, so'ngra konservativ davo olib borish kerak. To'rtinchisi esa erektil disfunksiya, ya'ni olat qattiq turmasligi kasalligida ham varikoseli uchrasa, ushbu operatsiyani o'tkazish kerak. Varikoseli ko'p erkaklarda uchraydigan kasallik. Lekin buni vaqtida aniqlab, vaqtida bartaraf qilib, kerakli davo muolajalarni olib borsa, bu yechib bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Agar sizda uzoq yildan beri farzandsizlik, ya'ni bepushtlik kuzatilayotgan bo'lsa, yoki moyak atrofida simirlovchi og'riq va moyak hajmi kichrayishi kuzatilayotgan bo'lsa, darhol urolog androlog qabuliga boring va ultratovush dopplerografiya tekshiruvidan o'ting. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling va savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz esa o'z navbatimizda barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz.